Sabunchilarimiz, sumkaslarimiz biz bugun ayni damda mana shunday ajoyib gullatsalar ila go'zallikda tengsiz, mehr tengsiz, eng chiroyli xonimni tabriklash uchun tashrif buyurdik. Ya'ni Aziza oyining shukronlik kunlari bilan, tavallud ayyomlari bilan birinchi navbatda qaynonalari Guli opam nomlaridan, undan tashqari esa turmush o'rtoqlari nomlaridan tabriklab xursand qilamiz. Qani Assalomu alaykum xonimlar va janoblar, hurmatli aziz mehmonlar. Bu mening onam tabrik agentligining mana shunday fayzli xonadonga tashrif buyurishining asl sababi bugun shukronlik kunlari, tavallud ayyomlarini nishonlayotgan go'zallikda tengsiz, mehrda tengsiz eng chiroyli xonim bor ekanlar. Aziza oyini taklif etamiz. Chiroyli qarsaklaringiz sadalar ostida albatta. Yana bir bora assalomu alaykum. Ayyomlar muborak bo'lsin. Azizaxon, shukronlik kunlari muborak bo'lsin. Bu sizning bugungi chiroyli bir ayyomingiz bilan tabriklash uchun, shukronlik kuningiz bilan muborakbod etish uchun tashrif buyurdik. Endi topishingiz kerak bo'ladi. Tavakkal qilib bo'lsa-da sizni kimlar nomidan tabriklash uchun tashrif buyurganligimiz. Kimlar nomidan kelgan bo'lishi mumkin? Menimcha sezyapsiz. Kimlar bo'lishi mumkin? Tavakkal qilamiz. Turmush o'rtog'ingizdan kutasiz. Balkim boshqalardir. Ko'p surprizlar kutib turadimi turmush o'rtog'ingiz? Albatta bu sizni bugungi chiroyli bir ayyom bilan birinchi navbatda o'zingiz topganingizdek, ya'ni turmush o'rtog'ingiz qolaversa, Guli opam nomlaridan tabriklash uchun tashrif buyurdik. Davomiy qarsaklar chalamiz. Albatta, zoy kelishimizdan oldin turmush o'rtog'ingiz bilan ham, Guli opam bilan ham bir muddat tashqarida gaplashdik, suhbatlashdik. Ya'ni opam bilan suhbatlashganimda opam aytdilarki, kimni tabriklaymiz bugun, kimni tavallud ayyomlari, kimni shukronlik kunlari desam, opam aytdilarki, bugun meni kelinim emas, qizim deganman. Bag'rimga olganman, bag'rimga bosganman. O'zimni qizimdek ko'rganman. Albatta, bugun qizimni shukronlik ayyomlari. Men bugungi ayyom bilan qizimni chin qalbimdan muborakbod etaman. Umrlari uzoq bo'lsin, farzandi bilan qo'sha qarisin, farzandlarini rohat farog'atini ko'rsin. Doimo bugungidek tabassum, kulgu hech qachon yuzlaridan qolaversa, lablaridan arimasin dedilar. Turmush o'rtog'ingiz bilan suhbatimiz davomida ham shu narsani aytdilarki, bugun meni turmush o'rtog'imni, jufti halolimni, mehribonimni, muhabbatimni, shukronlik ayyomlari alohida meni nomimdan tabriklaysiz, muborakbod etasiz. Eng avvalo rahmatimni aytasiz. Chunki bugungi chiroyli bir kunlarga yetib kelishimizga, mana shunday yormon kunlarni ko'rishimizga shu turmush o'rtog'imning ham o'rni beqiyos. Rahmat aytmoqchi bo'lganimning birinchi sababi meni otalik baxtiga muyassar qilgan. Men shu uchun qolaversa shirindan shakar farzandlarni menga dunyoga keltirgani uchun, men uchun sovg'a sifatida taqdim etgani uchun tashakkurimni izhor qilaman dedilar. Albatta sizni bugungi ayyom bilan tabriklagan holatda niyatlarimiz juda ham ko'p. Turmush o'rtog'im bilan nasib etsa eng ulug' niyatimiz bitta. Ya'ni ayajonim bilan birgalikda, turmush o'rtog'im bilan birgalikda Baytullohlarni, Allohning uyini ziyorat qilib, hoji otalar, hoji onajonlar qatoriga qo'shilish niyatimiz bor dedilar. Turmush o'rtog'imni ko'nglini olish uchun bir sovg'a tanlaganman. U ham bo'lsa bo'ldi dedilar. Nima uchun gulni tanladingiz aynan desam, chunki siz bermoqchi bo'lgan gullardan-da go'zalroq turmush o'rtog'im bor dedilar. Eng chiroyli xonim uchun eng chiroyli guldastlarni taqdim etamiz. Ayyomlar muborak bo'lsin. Azizoyni tabriklamoqchi bo'lganlar yuzlaridan o'pib ayyomlar jufti halolim. Azizoy yana bir bora tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Nafaqat turmush o'rtog'ingiz Guli opam nomlaridan, undan tashqari tashrif buyurgan barcha yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz nomidan tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Yana suhbatimiz davomida men turmush o'rtog'imni ko'zlariga qarab, yuzlariga qarab, dil izhorlarimni hech qachon aytmaganman. Harakatlarimni izhor qilaman, lekin seni yaxshi ko'raman degan so'zni kam ishlatar ekanman. Bugun tavallud ayyomlari sabab dil izhorlarimni aytmoqchiman. Ko'nglimda nimaiki bo'lsa, shu turmush o'rtog'imga bag'ishlamoqchiman dedilar. Shu so'zlarimni, tilaklarimni she'riy misralar orqali izhor qilib bering deb iltimos qilgandilar. Mayli, ma'qul bersam. Marhamat. Yostiqlarga bir kun botsa gar boshim. Meni sotib ketsa
do'sti sirdoshim. Sarg'aygan ko'zlarim, yuvsa ko'z yoshim. O'sha kun men uchun kim kuyinar kim? Eng avval kuyinar umr yo'ldoshim. Bag'rimda ulg'ayib tanibli hayot, yonida olaman tarbiya sabot. Yonimda bo'lganda go'zaldir hayot. Yostiqlarga bir kun botsa gar boshim. Eng avval kuyinar umr yo'ldoshim. Tirik jon xastalik kutishi mumkin. Omad qushi boshdan bir kun uchishi mumkin. Hatto do'stu yorlarim ketishi mumkin. O'sha kun men uchun kim kuyinar kim? Eng avval achinar umr yo'ldoshim dedilarda turmush o'rtog'ingiz bugungi ayyom bilan chin qalbdan muborakbod etaman. Ayyomlar muborak. Albatta, aziz barcha tilaklarimiz siz uchun, bugun xursand qilish uchun, qolaversa oila a'zolaringiz, undan tashqari esa bizni jamoamiz nomidan ham sizni alohida tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Endi mikrofonni to'g'ridan-to'g'ri o'zingizga uzatamiz. Qolaversa, agar xohlasangiz mikrofonni yaqinlaringizga ham o'zingiz uzatishingiz mumkin. Albatta, oyijoningizga ham. Marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Rahmat sizlarga. Mana kelinim bilan o'g'lim uzoq umr ko'rsinlar, baxtli bo'lsinlar. Ana shu eng yomonlari ana shunaqa xursandchilik bilan o'tsin. Ularga baxt, saodat tilayman. Rahmat. Mayli, onajonimiz bor ekanlar. Onajonimizga bersak mikrofonni. Marhamat. Mana qanday. Assalomu alaykum. Oilam va xush omadinglar. Omdagotumda ham rahmat. Innevara kelinoyman. Duxtaram joshlar. Duxtaram duttane kelinom kati hamma nevara kelinom hamma shomba. Naz rahmati kalom iloyim fat badaron. Shmohonam hamchinin Loy qo'shoton kati hammaton qo'shib berseton kadomoton intim bosh. Rahmat. Assalomu alaykum, hammatonba, xush omadinglar. Imroz mana avsinoma derazinishim. Men avsinoma yagona qitiki men kasadag'imdagi İnkaz ben bu xuddi oyti baraydi, tam axira. Hamxi oytu ki şamala bazda. O payda oytu ki. Abslam ki şişta. Loyim sahba daran sari hamma men bu sog' salomat kardam. Bachey mana hamin kava xona hashto yagon rad naka. Yagon jang nakadayim. Loy bakal ukamon ben hamxi kelim biore, avsim biore. Ukamon bayashon kayam hamxi oytu kasare. Avsinam hiç xafa nasham, man yaxta duxtar biem gufta. Man in kasum kisham barin. Tani dilam ba habdagi hamma gapam. O'zday dilam ba habdagi hamma ish ham bivar. Man avsinam nafsimdan sadda daram. Kim bir bora tabriklaymiz, muborakbod etamiz. Ovsinlar o'rtasidagi mehr-oqibat rishtalari uzilmasin. Ilohim mana shunday oxirigacha opa-singillar bo'lib, mana shu oilani doimo yaxshi-yomon kunlarda birgalikda bo'lib, hamjihatlikda bo'lib, hayotning past baland damlarini birgalikda bosib o'tish nasib etsin ilohim. Umringiz uzoq bo'lsin. Yana bir bora sizni bugungi ayyom bilan tabriklaymiz. Endi esa ajoyib sovg'amiz bor. Ya'ni Guli opam nomlaridan qolaversa, turmush o'rtog'ingiz nomlaridan, oila a'zolaringiz nomlaridan ajoyib shirinliklar. Ya'ni ular aytishdiki, kelinimiz bilan hayotimiz shirinlikdek shirin, mazali, totli bo'lsin dedilarda, eng shirin o'zingizga o'xshagan mazali shirinliklarni maxsus siz uchun tayyorlashgan. Marhamat, shirinligimizni olib kelamiz.
جشن ستاره آسمانی با نوره شب خانمون پر از تنین دل نوازه عزیزای خرسند bo'lsiz. Albatta sizni xursand qila olgan bo'lsak, bugungi mana shunday chiroyli bir ayyomingizda sizni ko'nglingizga oz bo'lsa-da shukuh bag'ishlagan bo'lsak, biz oldimizga qo'ygan maqsadimizga erishdik deb o'ylaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Doimo yaqinlar, oila davrasi sizni tark etmasin. Oila ardog'i, yaqinlar ardog'i ham umr boqiy bo'lsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.